Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz fizikani o'rganish haqida gaplashamiz. Nima uchun fizikani o'rganish qiyin? Birinchi sababi bu matematikani yaxshi bilmaslik. Chunki matematikani yaxshi bilgan kishi fizikani o'rganishda qiynalmaydi. Fizika bu tabiatda bo'lib turgan hodisalarni ma'lum bir qonuniyatlar va formulalar asosida o'rganuvchi fan hisoblanadi. Fizikani 60% matematikadan iborat. Unchalik qiyin emas o'zi. Faqatgina hayotiy misollar bilan oddiy o'rgansa bo'ldi. Fizika unchalik qiyin fan emas. Masalan, bitta misol. Trayektoriya nima deganda, trayektoriya bu fazoda yoki tekislikda qoldirilgan iz deb javob beriladi. Fazoda yoki tekislikda qoldirilgan izga misol raketani uchishi yoki inson yurganda o'zidan iz qoldiradi. Dunyodagi shu borliqdagi barcha izlar bu fizikada trayektoriya deb ataladi. Yoki yo'l nima, ko'chish nima. Xuddi shunga o'xshash. Har bitta kattalikni biz hayotiy misollar bilan o'rgansakkina fizikani oson, esda qolarli va hech qachon qiynalmaydigan darajada o'rgansak bo'ladi. Asosiysi matematikani yaxshi bilsak, fizikani o'rganish unchalik qiyin bo'lmaydi. Shuning uchun ham matematikani yaxshi o'rganib, undan keyin fizikani boshlashni maslahat bergan bo'lardim. Fizika va matematikani onlayn kurslarda o'rganmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilib, onlayn kurslarimga qatnashishingiz mumkin. Meni video darslarimdan namunalarni YouTube'da ham ko'rishingiz mumkin. YouTube ijtimoiy tarmog'ida Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz, fizika va matematikadan video darslarimni ko'rishingiz mumkin.